Assalomu alaykum jigarlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib o'rmoqdasizlar. Ancha pauzadan keyin sizlarga zo'r ish topganman. Shu videoni to oxirigacha ko'ringlar. Bir zonadan like bosinglar. Обязательно shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu ish Moskovskiy oblast, Naginskiy rayon, posyolka Buxoda joylashgan skladga erkak ayol kishilarni qabul qiladi. 18 yoshdan to 65 yoshgacha bo'lgan erkak ayollarni qabul qiladi. Juda ham ko'p odamlar, yosh katta odamlar ish so'ragan edi. Mana yosh katta odamlarga ham ish bor. Smenalik ish ham bor, объемga ham ish ham bor. Smenasiga hozirdan moment 4000 dan baland topishyapti. Odamlar 4000 dan baland topishyapti. Yotoq joy, registratsiya, obed, forma, komfortli yotoq joyi bor, cho'tki yotoq joyi bor. Obed beradi. Akalar opalar, hammasi kompaniya tomonidan besplatni absolyutno. Transporti bor, ishxonaga olib keladi. Avtobus bilan olib keladi. Ishxonadan to yotoqxonasigacha где-то bir 5 minutda avtobusda olib boradi, olib keladi. Akalar opalar, bu ishda sizlarga tavsiya qilaman. Hadiyam Rossiyada bez dokument yuribsanmi, qayerdan sertifikat olishni bilmayapsanmi, yo boshqa dokumentlarni qilishni bilmayapsanmi, srochniy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqin. Sabr Musofir kanalingizdan nomerni oldik. Bizga dokumentni nomini aytasiz, farq yo'q. Registratsiya, patent, трудовой договор, sertifikat va boshqa dokumentlar. Pravo ham kerak bo'lsa, pravo ham beradi. Hammasini qonun qoida bilan qilib berishadi. Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz desalaring, yana arzonroq narxda qilib beradi, skidkasi bor. Обязательно ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib dokumentlaringizni to'g'rilab olinglar va Rossiya territoriyasida svobodniy, ozod yuringlar. Boy bermanglar bu ishda, tezroq harakat qilinglar. Videoni to'g'rizgacha ko'ringlar. Videosini ham qo'yib o'taman, nima ishligini, qanday ishligini qo'yib o'taman, ko'rishlaring mumkin. Обязательно videoga like bosib tarqatib qo'yish esingizdan chiqmasin. Oyligiga o'tsam, har hafta avans beradi, har 15 kunda oylik beradi. Zadishkasi yo'q. Kelasizlar, ishga joylashasizlar, issiq sklad. Juda ham ko'p o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, любой гражданный odamlar ishlaydi bu yerda. Любой гражданствоsi bor odamlar ishlaydi. Sizlar ham kelib ishlasalaring bo'ladi. Главныйsi yoshi chegarasi yo'q. Kelasizlar, ishga joylashasizlar, yoshi katta bo'lsa, kunlikka ishga qo'yadi, kunlik ishlaysiz. Kunlik ishini aytib o'tsam, oyiga 105 mingdan 108 ming rublgacha. Объемga ishlasangiz 150 mingdan baland topsangiz bo'ladi. Bemalol 150 mingdan baland topsangiz bo'ladi. O'sha uchun bu ishda qo'ldan boy bermaymiz. Hozirdan moment 50 ta odamga joy bor. Erkak kishimisiz, ayol kishimisiz, farqi yo'q. 50 ta odamni qabul qiladi. Ekranda brigadirning nomerini qo'yaman va o'zimning nomerimni qo'yaman. O'zimda рабочий nomerimni qo'yaman. Telefon qilinglar, brigadirda oti Shuhrat aka sizlarni kutib oladi, joylashtiradi, polni dokumentlaringizni to'g'rilab, ishga chiqaradi. Srochniy harakat qilinglar, kelinglar, ishga joylashinglar akalar opalar. Shu videomiz keng tarqalishi uchun like bosamiz, обязательно kommentariyaga o'tib omad so'zini yozamiz va shu videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz, чтобы hamma ko'rsin. Hamma ko'rib turib bekor yurgan akalarimiz, opalarimiz kelib inshaalloh bitta bosgan like orqali keladi, ishga joylashadi. Akalar opalar, yana qanday ishlarni chiqaray? Bundan tashqari yana Lamoda skladida ish bor, kiyim-kechak skladida. Xudo xolasa bunisini ham qo'yaman erta-indin. Erta ham ishi yaxshi, uslovlari zo'r usloviyasi. Erta o'zim ishlayman, kelib o'sha yerga joylashsalaring bo'ladi. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Обязательно kanalimga obuna bo'linglar, чтобы yo'qotib qo'ymaslik uchun. Qo'yib o'taman, ko'rishlaring mumkin. Like da ayamasdan bosib tashinglar akalar opalar. 1 sekund vaqtlaringiz ketmaydi. Keng tarqalsin shu videomiz, чтобы hamma ko'rsin. Keng tarqalib hamma ko'rsin, kesin ishga joylashsin. İşte videosunu qo'yaman, ko'ringlar jigarlar.